Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yoz mavsumiga juda ham mos bo'lgan okroshka qilish ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun barcha kerakli mahsulotlarimizni tayyorlaymiz. Avval go'shtni qaynatib olamiz, ozgina tuz solib, keragicha. Mana kartoshka va tuxumlarimizni ham qaynatib pishirib olamiz. Mana hamma mahsulotlarimiz tayyor. Endi ishimizni bodringni to'g'rashdan boshlaymiz. Bodringni mayda to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Maydaroq bo'lsa chiroyli chiqadi okroshkamiz. Bir xilda bo'lishiga harakat qilinglar. Chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Qaynatilgan kartoshkamizni ham xuddi shu shaklda to'g'raymiz. Mahsulotlarimizni yirikligi bir xilda bo'lsa, okroshkamiz chiroyli chiqadi. Qaynatilgan tuxumni ham xuddi shu shaklda to'g'raymiz. Agar okroshkalarning rangi oppoq rangda bo'lishini xohlasanglar, tuxumni sarig'ini ishlatmasanglar ham bo'ladi. Faqat oqidan foydalanishingiz mumkin. Men ikkalovini ham ishlatdim. Qaynatilgan go'shtimni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olaman. Tabga ko'ra go'sht o'rniga kopchoniy kolbasa ishlatsa ham bo'ladi. Ikkalovini ham mazasi o'ziga yarasha bo'ladi. Men qaynatilgan go'shtdan foydalandim. Barcha mahsulotlarimizni men tayyorlab oldik. Endi yarim banka jo'xori solaman, konserva. Agar svejiy jo'xoringlar bo'lsa, uni ham pishirib, undan foydalansa ham bo'ladi. 400 gram qatiq qo'shdim. Qo'yiqligini o'zingizlarni tabiiyligiga qarab qilishingiz mumkin. Men 400 gram suv qo'shdim. Agar quyuqroq bo'lishini xohlasanglar, kamroq suv qo'shinglar. Muzdek suvdan 400 gram qo'shiladi. Mana bir xilda qilib aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz sovoramiz. Okroshkani muzdek qilib ichish xohlovchilar bo'lsa, muzlatgichda keragicha vaqt saqlab, bemalol iste'mol qilishingiz mumkin, xohishingizga qarab. Mana okroshkamiz tayyor. Sizlarga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.